Faqat bitta sharti bor, o'sha dirillatadigan apparatni ishlatmasdan davolaverasan degan. Noto'g'ri tushunib olgan, tishini olib tashlagan. Tishi shu ildizi bilan tushib ketsa ham, yana joyi tiklab qo'ysa bo'ladimi? Biladi. To'liq tushib ketganda buni o'zbekchada bilmayman, ruschada vывих deydi. Полный вывих deydi. O'sha vывих bo'lgan tishni ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bitta istoriya bor, bitta voqea bor. Bitta stomatolog, yosh stomatolog unga murojaat qilib kelishgan, shu tishim og'riyapti. Faqat bitta sharti bor, o'sha dirillatadigan apparatni ishlatmasdan davolaverasan degan. Noto'g'ri tushunib olgan, tishini olib tashlagan. Praktikant bo'lgan u. Keyin tishini olib tashlagan, keyin bemor nimaga tishimni olib tashlading? Tishimni ol degan emas edim. Короче, joyiga qo'yib ber degan. Praktikant ustoziga telefon qilgan, oldida bo'lmagan ustozi. Kelgan ustozi aytib bergan nimalar qilish kerak. Aytganini qilgan, joyiga qo'ygan tishda muammo bo'lmadi, yaxshi hammasi. Ya'ni menga aytib bergan uni hamkasbim. Shunaqa voqea bo'lgan.